Xabar berib borayotganimizdek, Surxondaryo viloyatida milliy an'analar va qadriyatlarni o'zida mujassam etgan Boysun bahori xalqaro festivali bo'lib o'tmoqda. Dunyo folklor san'ati ustalari tomonidan milliy urf-odatlar, xalq og'zaki ijodining nodir namunalari namoyish etilayotgan qadimiy qo'shiq va raqslar tomoshabinlar hamda xorijiy sayyohlarga unutilmas taassurotlar ulashmoqda. Nufuzli tanlovning folklor, milliy xalq o'yinlari va tomosha san'ati kabi yo'nalishlarida g'olib bo'lgan xorijlik va mahalliy jamoalar aniqlandi. Hozirgi lavhamizda bu haqda batafsil so'z boradi. Jahon xalq og'zaki ijodining eng sara navolari Boysunda jarang sochmoqda. Nufuzli festival ruhi, bayramona bezatilgan turizm kompleksi. Boysunning bahoriy go'zalligini jamlagan majmuaga qadimiy o'tovlar, vohaning moddiy va nomoddiy madaniy merosini aks ettirgan ko'rgazmalar o'zgacha fayz ulashadi. Ishtirokchi davlatlar bayroqlari majmua uzra mayin hilpirab, folklor san'atini, umumbashariy qadriyatlar va do'stlik, hamjihatlik kuylarini Boysunning do'mbira yu sibizg'asida ohista chalayotgandek his uyg'otadi. Festivalning xalqaro ko'rik tanlovi yakunlandi. Unda mamlakatimizning eng sara 16 ta etnografik jamoasi, qolaversa 30 dan ortiq chet davlatdan kelgan folklor jamoalarining 150 ga yaqin ishtirokchisi o'z san'ati, milliy an'analarini namoyish qildi. Ular safida Buyuk Britaniya, Ozarbayjon, Yaponiya, Slovakiya, Gretsiya, Qozog'iston kabi mamlakatlarning folklor san'ati ustalari bor. Qatnashchilar ijro etgan kuy-qo'shiqlarni xalqaro hakamlar hay'ati belgilangan nizom asosida baholab bordi. Natijalarga ko'ra, folklor san'ati yo'nalishida birinchi o'ringa Boysun folklor etnografik jamoasi sazovor bo'ldi. Ikkinchi o'ringa Buxoro viloyati va Belarus Respublikasining Belarusskiy Gostinets jamoasi munosib topildi. 3-chi o'rin Navoiy, Toshkent viloyati hamda Pokiston Islom Respublikasidan kelgan jamoalarga nasib etdi. Xalqaro ko'rik tanlovining milliy xalq o'yinlari va tomosha san'ati yo'nalishida Jizzax viloyatining Bog'don folklor etnografik jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rinni esa Rossiya Federatsiyasining Radoves va Qoraqalpog'iston Respublikasining Meros folklor etnografik guruhi egalladi. Andijon, Xorazm va Qozog'iston Respublikasi folklor jamoalari 3-chi o'rin bilan cheklandi. Tantanali taqdirlash marosimida g'olib jamoalarga pul mukofotlari, maxsus statuetkalar topshirildi. Bundan tashqari, turli nominatsiyalarda g'olib bo'lgan xorijlik va mamlakatimiz jamoalari ham munosib rag'batlantirildi. This festival in general has been an amazing experience for us. Bu festival biz uchun nihoyatda unutilmas tajriba bo'ldi. Butun tanlov yuqori saviyada tashkil etilgan. O'zbekiston xalqi esa nihoyatda mehmondo'st. Biz bu yerda samimiy iliqlik va e'tiborni his qildik. Kelgusi yilda yoki festival yana qachon o'tkazilsa, albatta yana qaytishni istaymiz. Dastur va umumiy muhit haqidagi taassurotlarimiz juda yuqori. 3 kun davomida ishtirokchilar bilan birga raqsga tushdik, qo'shiq kuyladik. Barchasi ajoyib o'tdi. Мы очень рады быть на узбекской земле, на этом прекрасном фестивале. Biz O'zbekiston zaminida shu go'zal Boysun bahori festivalida ishtirok etganimizdan juda xursandmiz. Barcha tashkilotchilik ishlari va muhit nihoyatda ajoyib, yuqori saviyada o'tkazilgan. Bu yerga dunyoning turli mamlakatlaridan juda ko'p ansamblar kelgan. Biz esa o'z ijodimiz va san'atimizni namoyish etish, shuningdek boshqa xalqlarning ijodi va san'ati bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lganimizdan baxtiyormiz. Albatta, o'zbek xalqining mehmondo'stligi, milliy an'analari va ayniqsa taomlari bizda katta taassurot qoldirdi. Hammasi juda ajoyib. Tanlovlarga kelsak, turli nominatsiyalar bo'yicha o'tkazildi. Qur'a tashlash bo'ldi. Biz tanlovning so'nggi kunida chiqish qildik va natijada 2-chi o'rinni qo'lga kiritdik. 2-chi darajali diplom va $2500 sertifikat bilan taqdirlandik. Biz jamoamiz bilan bundan juda ham xursandmiz. Aytish kerak, festivalning har bir kuni ishtirokchilar va mehmonlar qalbida iliq xotiralar bilan muhrlanyapti. U xalqlar o'rtasida do'stlik va madaniy aloqalarni yanada mustahkamlash, boy milliy merosimizni keng targ'ib etishda muhim maydonga aylandi.
hech oldin bo'lmagan sharoit yaratildi. Katta bir shaharchani tashkil etilganligi bu festivalni o'tkazish uchun katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Festivalni bir gul toji sifatida o'tkaziladigan bir tanlov borki, bu tanlov folklor jamoalarini va xalq tomosha san'ati bo'yicha guruhlarni tanlovi bo'ladi. Bu festival bunday olib qaraganda nafaqat Boysun uchun, nafaqat O'zbekiston uchun, nafaqat Markaziy Osiyo uchun, butun dunyo uchun bu do'stlik festivali hisoblanadi. Shu o'tkazilayotgan tanlovlarda ham baholashni o'ziga yarasha mezonlar ishlab chiqilgan. Milliylikni ko'rsatishga harakat qilgan jamoalarga, o'zlarining musiqasi, o'zlarining raqslarini namoyish etganlarga e'tibor beramiz. Xorijiy davlatlardan kelganlarni ba'zilar hattoki o'zbek qo'shiqlarini ham ijro etyapti. Agar shunday davom etadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, bu festivalning mohiyati yana ham oshadi. Festival doirasida havo sharlari tomoshasi ham bo'lib o'tdi. Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligiga monand 35 ta rang-barang havo shari Boysun uzra ko'kka parvoz qildi. Mahalliy va xorijiy mehmonlar tog'lar qo'ynidagi jozibador ko'hna tumanni qush parvozi balandligida tomosha qildi. Shuningdek, turli hududlardan kelgan mohir polvonlar gilamga tushib, ajdodlardan meros o'zbek kurashining mardlik, bag'rikenglik, halollik kabi yuksak fazilatlar timsoli ekanini yana bir bor namoyish etishdi. Mutlaq vazn toifasida musobaqa g'olibiga aylangan kurashchilarga avtomashina kalitlari topshirildi. Ta'kidlash lozimki, Boysun bahori festivalining bu darajaga yetishi, uning xalqaro miqyosda keng nishonlanayotgani davlatimiz rahbarining madaniyat, san'at va milliy merosni asrab-avaylab rivojlantirishga qaratayotgan yuksak e'tibori samarasi. Shubhasiz, festival asrlar davomida shakllangan madaniy muhit va xalqimiz ruhiy boyligining amaldagi ifodasiga aylandi.